Abbos Fayzullayev Turkiyaning super grand jamoasiga o'tishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Abbos Fayzullayev Turkiyadan keyin top 5 chempionatlarga keta oladimi, yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozing hamda videoga like bosing. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Nig'mat Ahmadjonov. Bugungi mavzuyimiz Abbosbek Fayzullayev bo'ladi. Terma jamoamizning so'nggi 3 o'yinida Qatar, Koreya hamda Eronga qarshi o'yinlarda 807, 708, 708 ball olgan Abbosbek Fayzullayev Turkiyaning mashhur Galatasaray klubining jiddiy qiziqish doirasiga kirib qolgan. Yozda uni sotib olish uchun CSK'ga taklif bilan chiqishi kutilmoqda hamda CSK bilan uning shartnomasi 2026-yilning iyunigacha ekanligini hisobga olsak, CSK uni sotib yuborishi mumkin. Chunki hozirgi kunda Abbos Fayzullayev CSKning taktik yondashuviga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun zaxirada qolib ketyapti. Agar Abbosbek Fayzullayev Yevropaning top 5 chempionatlaridan tuzukroq taklif bo'lmasa, Galatasarayning taklifini qabul qilishi katta ehtimol bilan ma'lum qilinadi. Bu haqida Turkiy nashrlari yozmoqda. Markaz News xabariga ishonadigan bo'lsak, uni Gianni Gatti diqqatlik bilan kuzatib bormoqda hamda Italyan klublariga ham taklif etishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston terma jamoasining yosh vingeri kelgusida qaysi jamoada to'p suradi? Abbosbek Fayzullayevga omad tilagan holatda fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni hamda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishingizni so'raymiz. Sizlar bilan Nig'mat Ahmadjonov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.